Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Favqulodda vaziyatlar tizimida moddiy texnik bazani mustahkamlash, xizmat ko'rsatish sharoitlarini yanada yaxshilash bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda. Ana shu jarayonlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tasarrufida barpo etilgan yangi zamonaviy mehmonxonaning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyati, vazirlik faxriylari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi rahbariyati, harbiy xizmatchilar, kursantlar, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyatida kadrlar salohiyati va xizmat sharoitlari muhim o'rin tutadi. Shu bois tizimda xizmat safari bilan keluvchi mutaxassislar hamda mehmonlar uchun zamonaviy infratuzilma yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shu yo'nalishda amalga oshirilgan navbatdagi loyihalardan biri yangi zamonaviy mehmonxonadir. Ochilish marosimida so'zga chiqqanlar ushbu obyekt Favqulodda vaziyatlar vazirligining moddiy texnik bazasini mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam ekanini alohida qayd etishdi. Shundan so'ng tadbirning tantanali qismi yangi mehmonxonaning rasmiy ochilishi bo'lib o'tdi. Vazirlik tizimida ilgari muqaddam bunaqangi bir hashamatli, hozirgi kun talablarga javob beradigan ixtisoslashgan mehmonxonalar mavjud bo'lmagan. Masalan, oddiy bir misol aytadigan bo'lsak, bizning vazirlik tizimida xizmat safarlari juda ko'p bo'ladi. Xizmat safari keladiganlar uchun qayerda joylashishlik masalasi ilgaridan muammo bo'lardi. Qanday sharoitda, qaysi hududda, qaysi manzilda. Shu nuqtai nazaridan mehmonxonamizni, demak, aynan shu akademiyamizni shundoq bir yonida joylashtirilganligi ham juda ham bir harbiy xizmatchilar uchun, bu yoqqa xizmat safari kelayotganlar uchun o'zini ishini samarali tashkil qilish, xavfsizligini ta'minlash va ijtimoiy himoyasiga muhim ahamiyat kasb etadi. Va albatta bu xodimlarimizni yanada yaxshi ishlashga, o'zini zimmasiga yuklatilgan vazifalarni sadoqat bilan, sidq dildan bajarishga undaydi. Bino 60 nafardan ortiq mehmonni qabul qilishga mo'ljallangan va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Bu yerda nafaqat dam olish, balki ish uchrashuvlari va yig'ilishlarni o'tkazish uchun ham barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Mazkur mehmonxonamiz barcha qulayliklarga ega, tunu kun akademiyamiz shaxs tarkibiga xizmat qilishga, qolaversa turizmni rivojlantirish maqsadida mehmonlarni tashqaridan qabul qilish imkoniyatiga ega. Har bir xonada normal temperaturani ta'minlash tizimi o'rnatilgan. Barcha xonalarda muzlatgich, simsiz internet tarmoqlari va qolaversa o'sha yuvinish xonalari har bir dam oluvchi uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Favqulodda vaziyatlar sohasi yuqori malaka va qat'iy tayyorgarlik talab qiladi. Sohaga qaratilayotgan bu kabi e'tibor esa xizmat jarayonlarini yanada takomillashtirish va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlikni kuchaytirishda albatta o'z samarasini beradi. Masuda Somiddinova, Mirsulton Oripov, Poytaxt.